faryobga niyozmand kishilar ko'p ekan va besarparastlar bor ekan. O'sha xonadonlarga bolalarini xatnaslik qilish uchun imkoniyatlari yo'q ekan. Biz ularni sarvi qildik. Biroz xushvaqtona Shafxonaya atfoli Kahkashonga kelganmiz. Birga taqriban 200 bola Batavri rayon xatna bo'lib va ularga rayon adviya beriladi. Bu programda idomasi bordi. Baxotirki faryobga tanho 200 bola niyozmand yo'q. Adorho xonavodalar besafarastdir va nihoyatan faqir insonlar bor. Ularni sarvi qilganmiz va anida ham sarvining idomasi bor. Inshaalloh va bu programda ham idomasi bor. Boshqa shafxonalar bilan mashvara qilganmiz va taqriban 1000 bola Batavri rayon xatna bo'ladi. شفاخانه اختصاصی اطفال کهکشان در شهر فاریاب 2 سال به این طرف فعالیت دارد. در قبال خدمات تخصصی و عمده خود در بخش اطفال، مخصوصا در بخش نوزادها و اطفال فعالیت داشت. با هماهنگی و پیشنهاد یاردم سای و نهاد خیری درخشان ما حدود 200 طفل بی‌بضاعت، یتیم و نیازمند که توانایی ختنه خود نداشتند ما در مرکز خودی خوشبختانه او را آغاز کردیم. فعلا در جریان است. ما در قبال ختنه اطفال و اطفال نیازمند ادویجات رایگان هم ما توزیع میکنیم. همچنان تمام خدماتی که در بخش ختنه صورت میگیره از الف تا یا ما را مثلا رایگان اجرا میکنیم. همچنان تعقیبی مریضا که بعدا میایه به خاطر پانسمان گپا اینجا صورت میگیره. مردم شریف شهر میمنه و ولسوالی و مردم همجارشان مطمئن باشند که شفاخانه اختصاصی اطفال کهکشان در بخش های داخلی اطفال، نوزادان، داخلی عمومی، بخش نسیورادی، اولتراساند و اکسری، لابراتوار مجهز در سطح زون شمال شاید اولین مرکزی باشه که ما ارائه میکنیم. ناتم محمد هاشمده من bu avlodim o'g'lim Mahbub Rahmonjondir va bu xayriya tariqidan yordam tariqidan bu prosa yo'lga qo'yilgan ekan. Bu xayriya به خاطر رضایالله shu ashxosi ki bebizoda uchun bu yo'lga qo'yilgan ekan. Bizlarga tuning yaxshab zang urdilar. Pas bizlar shu Shafxonaya Kahkashonga hozir bo'ldi deb shu ashxosi bebizoatni shu bulan nechta bachalar ham bordi. Shularni bizlar olib kelibmiz. Inshaalloh pas bu bizlar bulardan izhor istifos va qadrdonlik qilamizki shu prosani yo'lga taylatilar. Shu ashxoski bebizoatda shu tovoni qudrati yo'qdiki shuni masalan yo ustoga kestirsa yo ini o'nga biloxira bularni hamkorligi bilan bizlar ko'p bir olam tashakkurli qilamizki pas bularni bizlarni desangiz shu bir sunnat payg'ambar zinda bo'ldi bunga ko'p sifat va qadrdonlik qilamiz. Kichkinani iloji arqabiz ko'tarma sunnat qilarga otasi kishda amaliy edi. Arqabiz ko'tarmay ilojimiz ko'tarmadi jinob yordam ko'mak qildi shuni shokka sunnat qilgan ketib edi. Qo'llari ag'rimasin bir jon tashakkur. Yana ham Xudo barakat bersin shok ketdim shuni sunnat qildirgan ketib edim. قسمی که شما میدونین در جامعه ولایت فاریاب یک تعداد افراد نیازمند وجود داره که در هر بخش لازم داره حمایت و دستگیری صورت بگیره و این یک گام مثبت است و لازم است که دیگه هموطنان ما دیگه کلینیک‌های خصوصی هم در این راستا در سایر راستا با مردم نیازمند و فقیر همکاری داشته باشه.